O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 17-dekabrdagi 11.02 sonli qonuni bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga yangi modda 215.9 modda kiritildi. Bunga asosan ijtimoiy inspeksiyaga quyidagi vakolatlar berildi. Ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish sohasida qonunchilikni buzilishi, ya'ni arz qiluvchining murojaatini qabul qilishni rad etish, arz qiluvchining murojaatini belgilangan muddatda ko'rib chiqmaslik, ko'rib chiqish tartibini buzish, murojaati bo'yicha qonunda nazarda tutilmagan qo'shimcha hujjatlarni talab qilib olganlik, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga imtiyozlar va belgilangan ijtimoiy kafolatlarni ta'minlamaslikda ifodalangan tarzda buzilishi, shuningdek milliy standartlar asosida xizmatlar ko'rsatmaslik uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Bunda mansabdor shaxslar va xizmatchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravar miqdorida ma'muriy jazo chorasi qo'llaniladi. Xuddi shunday harakatlar 1 yil davomida takroran sodir etilgan taqdirda mansabdor shaxslarga va xizmatchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.